La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedingiz. Xudo o'shandan bir qushni bino qilar ekan. O'sha qush arshga borar ekan. Arshda bir daraxt bor ekan, o'shanga qo'nar ekan. Qiyomatgacha la ilaha illalloh deb turar ekan, savobini sizga bag'ishlar ekan. Bitta aytilgan so'zga ya. Jannatdagi hamma mevalarga la ilaha illalloh yozilgan ekan. Yana jannatdagi hamma ustuvoshlariga ham la ilaha illalloh yozilgan ekan. Bir odam 60 yil, 70 yil kufrda, zalolatda yursa-yu, la ilaha illalloh desa Alloh iymon nasib qilib jannatga kiradi. Mo'min aytsakchi, qancha aytgan sari qalbidagi iymon munavvar bo'ladi, nurlik bo'ladi, u yuziga chiqadi. Shuning uchun hurmatli azizlar, tilimizni o'rgatib qo'yishligimiz kerak ekan.